Dagi savol. Ustoz, hozirda men faqat ayollar bo'ladigan joyda ilm olishni boshladim. Lekin akam ko'chaga chiqib ilm o'rganishingga rozimasman, deyapti. Holbuki bizda ustozlar uyga kelib diniy ta'lim berishi qonundan taqiqlangan. Qur'on o'qishni o'rganishim uchun akamning roziligi shartmi? Bismillah va salatu vassalamu ala rasulillohi va ba'd. Agar aka man qilayotgan bo'lsa, o'shanga yarasha sharoit ham qilib berish kerak-da. Ya'ni uyda o'tirgan joyda masalan qilishga bir ustoz olib keladimi yoki bir sharoitini qilib berish kerak. Agar bo'lmayotgan bo'lsa, ilm farz. Ayollarni borib ilm o'rganishdan boshqa iloji bo'lmasa, ilm o'rganish farz ayn, ya'ni bo'lib ham Qur'on o'rganish, Qur'on o'qishni, tajvidini, ilmini o'rganish farz ayn. Bunday bo'lganda albatta u ruxsat so'rab nima qilinmaydi. Shuning uchun endi ruxsat so'ramaykan deb bilganini qilib ketaverishmas emas. Buni tushuntirish kerak akaga. Ya'ni bu narsada o'zi hatto ruxsat ham so'ramay borsam bo'lar ekan deb o'sha narsani bir kelishib o'rtalama bir holatga kelish kerak. Yaxshilikdan man qilmas kerak. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ayollar masjidga chiqaman desa man qilmanglar deganlar. La tamna'u ima Allohi min masajidillah. Ayollarni masjiddan man qilmanglar. Masjiddan ki man qilinmasa, ilm majlisi avvalo man qilinmasi kerak. Chunki ular ilmni qayerdan o'rganadi? Ya'ni Qur'on o'qishni o'rganish uchun qayergadir borib bir imkoniyatini qilib, agar shundan boshqa iloji bo'lmasa, akasini bu man qilishi noto'g'ri. Ruxsat so'ramay ham borsa bo'ladi, lekin so'ramay ketavering degani emas bu. Ya'ni huquq jihatdan aytib qo'yapmiz buni. Albatta oxiratda o'ylagan aka bu narsaga sharoit qilib berish kerak. Vallohu a'lam. Navbatdagi